Kechagina mana shu bo'yi tanlab ketishgan ekan. Aholisi aralashini suv bilan chiroyli qilib. Ulamından aka, shu qo'yimizni qancha vaqtda shil bera olasiz? Hop, buni joni to'liq chiqib bo'lgan, bichib qo'yganmiz. Xudo xolisa 6 minutlarda harakat qilaman shilib qo'yishga. Inshaalloh. Bismillah deb boshlaymizmi? Boshladik. Hop, 17:00 soatimizda boshladi aka. Bismillah. Ravan joyida so'yilsa tinib chiqadi-da qo'y. Sifatiga ham e'tibor beramiz-da. Tezishilish, faqat tezishilish emas, sifatiga ham e'tibor beramiz. Kichkina qo'yaman o'zi ham. 5 kiloga kelsa kerak, Allohu a'lam. Juvayvesi nechi chiqdi-da? Juvayvesi nechi-da? 70 kilo ketdi juvayvesiga. Oppoq bunaqa xolis. Çok çıktı. Boqsang yarab. Açtı 2014 telefon. 6 metre. Navoiyga rekka chiqib ketimman-da. Mashhur qilamiz hali sizni. Ko'rdingizmi o'z videoyingizni? Meni ko'taringlar bana bak. Yo'qotdingizmi? Salom aka. Nima deysiz? Meni qo'yib ko'tarashyapti. Ya, men savol berdim. Aha. Qo'y kim ko'taradi? Topinglar deb yozyaptim-da. Aha. Odamlarning fikrini ko'ring dedim. Aha. Sizni aytgan ko'pchiligi meni aytgan. Ko'tarma. Yiqilamiz, shunga qarab ko'taray. Bilmasan. Qizroq o'zing bilan-da. Tegmagan.
Tirishlatmayman. Turadi. Qancha vaqtingiz buni? Qancha bo'ldi buni kiyganiga? Nima kelganiga? Qo'y kiyganiga. Bo'ldi, ta'tillar xudo xohlasa. Bir oydan oshdi. Oshga tayyor. Jivoyibasini go'shtini tortib ko'ramizmi aka? Go'shtga. 17:05. 5 minutga bormadi. Bozorda. Go'shtni tortib ko'ramiz deysizmi? Go'shtini tortib ko'ramizda deyman. Haqiqat. Mana nechkilar kelar ekan. Misol 72 kiloda jivoyibasga go'shtga qancha? Ikki toza chiqdim hozirmi? Biraz top-toza xudo xohlasa. Shirib ko'ramiz bu. Mayli. Faqat pulamen. Quyida har xil kasallik bo'lishi mumkin. Bruselloz, tuberkuloz, har xil kasalliklar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun kompressorda olib ko'rsangiz bo'ladi. Internetda hozir hamma og'iz tishiryapti-yu o'shaning. Yo, endi o'pka toza degani qo'y sog'lom degani emas-da. Ha, bilib bo'lmaydi. Oching. Bo'ladi.